Assalomu alaykum. Sher bilan eshak bahslashib qolishibdi. Sher aytgan ekan. O'tni rangi qanaqa? Yashil. O'tni rangi yashil. Eshak aytar ekan. O'tni rangi ko'k. Ikkovlari juda uzoq suhbatlashibdi, uzoq bahslashibdi. Oxiri bo'lmabdi. Qozini oldiga boribdilar. Eshak da'vo ochibdi. Men sherga tushuntiryapman. O'tni rangi ko'k. Sher aytayapti-ki, o'tni rangi yashil. Sher aytgan ekan, qozi janoblari, siz ayting. O'tni rangi yashil-ku deganda qozi aytgan ekan, yo'q, o'tni rangi ko'k. Sherni olinglarda qafasga qamanglar, 100 darra uringlar. 100 darra urilib eshakni jo'natib